Vidolashish haji. Diniy da'vat elib berish, ilohiy elchilikni yetkazish va Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini e'tirof qilg'izish asosida yangi jamiyat qurish ishlari bir qur tamomlanadi. Go'yo bir maxfiy sado Rasulullohning qalbiga sening dunyoda turadigan vaqting oyoqlashay deb qoldi degandek bir uchur yo'lladi. Bu uchurning bishorat va ishoratlari uning so'z harakatlarida ifodalanishga boshladi. U Hijrining 10-yili Muaz ibn Jabalni Yamanga yo'lga solganda, "Ey Muaz, ehtimol sen mushu yildan keyin men bilan uchrasha olmasliging mumkin. Balkim mening masjidimdan va qabrimning yenidan o'tib qolarsan" degan. Muaz bu gapni anglab, Rasulullohdan ayrilib qolishdan ansirab, ko'z yoshi qilgan edi. Alloh taolo Rasulullohning bu yil Makkada har qaysi arab qabila xalqlari va ularning vakillari bilan uchrashib, Rasulullohdan din shariat ahkomlarini o'rganib, Rasululloh ulardan o'zining omonatini yetkazganligiga, elchilikni ado qilganligiga va millatga samimiy nasihat qilganligiga guvohlik qilib, 20 necha yil mobaynida jabr jabosini tatgan da'vatning samarasini o'z ko'zi bilan ko'rib kelishni iroda qildi. Shunga Rasululloh bu yil o'zining bu hujjat xarakterlik cho'ng hajga iroda qilganligini e'lon qildi. Natijada Rasululloh bilan birga haj qilish maqsadida Madinaga nurg'un odamlar jam bo'ldi va Zulqa'daning 26-kuni shanba Rasululloh safar tayyorligini bitirdi. U beshini tarab yog'landi. Ishton va ridosini kiydi. Qurbonlik tugisiga belgi esib, peshin namozidan keyin janubga qarab yurib ketdi. U asr vaqtidan burunroq Zulhulayga yetib bordi va u yerda asr namozini 2 rakat qilib qasr o'qidi. Ondan shu yerda qunib qoldi. Ertasi atigan sahobalarga, "Menga bugun kecha Alloh tarafidan vahiy qilinib, mushu muborak vodiyda namoz o'qig'in, umra va haj qilman degan deyildi" dedi. U peshin namozining oldida ihrom uchun g'usl tahorat oldi. Ondan uning bosh va badallariga Oisha o'z qo'li bilan ipor anbar qetib, xushpuroq xurushlarini suvab qo'ydi. Hatto xushpuroq malhamining nuri uning soch soqollarida jilvinatdi. Ondan uni shu pet qo'yib yuyivatmadi. Orqadan ishton va ridosini kiyib, peshin namozini 2 rakat o'qib, shu o'rnida haj va umraga biroqli takbir aytib, haj qironga ihrom bog'ladi. Ondan chiqib, Qasvaga minib takbir to'ladi. Qasva tugisining ismidir. Ondan tuzlanlikka chiqqanda yana to'xtab takbir o'qidi. U safarni davomlashtirib, bir chaqda Makkaga yaqin kelib edi, Zittivan degan joyda qo'nib qoldi. Ertasi Hijrining 10-yili Zulhajjining 4-kuni yakshanba saharda g'usl tahorat elib qo'pib, bomdod namozini o'qigandan keyin Makkaga kirdi. Yo'lda 8 kunni o'tkazdi. Bu o'ttirahal surat hisoblanadi. Rasululloh Masjidul Haramga kirib, avval Baytullohni tavob qildi. Safa Marvaning o'ttirsida sa'iya qildi va ihromdan chiqib halol bo'lmadi. Chunki u haj qironga ihrom bog'lan bo'lib, o'zi bilan billa qurbonliqqa tugay deb kelgan edi. Ondan Makkaning usti tarafidagi Hajun degan joyga chiqib, o'rilishib, shu yerda turdi va haj tavobidan boshqa qayta tavobga kirmadi. Sahobalardan qurbonliq tuga elib kelmaganlarni ihromni umra hajga o'zgartirib etishga, ular Baytullohni tavob qilib, Safa va Marvida sa'iya qilib bo'lgandan keyin to'liq halol bo'lishga buyurdi. Sahobalar buningdan ikkilanib qoldi. Shunga Rasululloh buningga qarta, "Agar men hozir bilganlarimni burun bilgan bo'lsam, qurbonlik haydab kelmagan bo'lardim va albatta ihromdan chiqib halol bo'lgan bo'lardim" dedi. Shuning bilan qurbonlik mol haydab kelmaganlar ihromdan chiqib halol bo'lishdi. Hammaylar Rasulullohning gapini anglab itoat qildi. U Zulhajjining 8-kuni bomdoddan keyinla Ma'noga chiqdi. Zulhajjining 8-kuni tarviya, ya'ni qurbonlik mollarni suvga qondirish kuni debmi atiladi. U yerda peshin, asr, shom, xubdan va ertasi bomdod 5 vaqt namozni o'qidi. Ondan bir oz turib kun chiqqandan keyin Arafatga qarab yo'l oldi. Rasululloh Arafatga yetib berib, u yerda uningga atab yasalgan bir chidirga tushdi. Bir chaqda quyosh qayrilib, kun tushdan o'tib edi. Rasululloh tugisi Qasvoni tayyorlashga buyurdi. Ular tayyorlandi. Rasululloh Qasvoga minib, Batni vodiga keldi. Batni vodi Arafat tog'ining tuvandagi tuzlanlik. Bu chaqda uning atrofiga 144 ming kishi jam bo'lgan edi. Rasululloh bu yerda ularga tuvandagi hujjat xarakterlik nutqni so'zladi. U mundaq dedi: "Ayyuhan nas, isma'u qawli." Ey xaloyiq, gapimga quloq solinglar. Men bilmayman. Ehtimol men bu yildan keyin sizlar bilan bu yerda menga uchrasha olmasligim mumkin.
Cho'qimki sizlarning jininglar va mol-mulkinglar xuddi mushu oy, mushu joyda sizlarning mushu kuninglar harom bo'lganiga o'xshash sizlarga haromdir. Agah bo'linglarki, jaholiyat da'vo dasturidan har qanday bir ish hozirdan boshlab bekor qilinadi. Jaholiyat qon qarzlarining hammasi shartsiz bekor qilinadi. Men avval jamoatimizning qon qarzlaridan Ibn Rabi'a Ibn Harisning qon qarzini bekor qilaman. U Bani Sa'd qabilasida imitishga berilgan edi. Uni Huzayl qabilasidagilar o'ldirib atgan. Jaholiyat jazonixo'rliklarimi tubdan bekor qilinadi. Men bekor qilgan jazonining tunjisi tag'am Abbos ibn Abdul Muttalibning jazonilaridir. Uning barliq jazoni o'simkashlik ishlari qat'iy amaldan qoldiriladi. Ayyuhannas, ayollar masalasida Allohdan qo'rqinglar. Ularni Allohning omonati bilan oldinglar. Allohning kalimasi bilan halol qildinglar. Sizlarning ayollaringlarning zimmasida haqqinglar bor. Ular sizlarning tushaklaringlarga g'ayri odamlarni dassetmasin. Navoda ular shundoq qilib solsa, ularni zaxmlangandek uringlar. Ularningmi sizlarning zimmanglarda haqqi bor. Ularning yemak-ichmak rizqi va toqat miqdori kiyim-kechki qatorliqlar. Men sizlarga shundoq bir narsani qoldurdimki, uningga ching eslanglar. Hargiz azmaysizlar. U Allohning kitobi Qur'ondir. Ayyuhannas, mendan keyin payg'ambar kelmaydi. Sizlardan boshqa ummat bo'lmaydi. Agah bo'linglarki, sizlar bir Allohga ibodat qilinglar. 5 vaqt namozinglarni o'qinglar. Ramazon oyinglarning ro'zasini tutinglar. Mollaringlarning zakotini rozimanlik bilan ado qilinglar. Parvardigoringlarning baytini tavob qilinglar. Ish egallaringlar, ya'ni hokimiyat beshidagilarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning jannatiga omon eson kiralaysizlar. Rasululloh, sizlar men to'g'riliq so'roq qilinsizlar. Sizlar nima deysizlar? Degan edi ular, elchilikni yetkazganligingga, omonatni ado qilganligingga guvohlik beramiz deyishdi. Bu chaqda Rasululloh ko'rsatkich barmoqini osmon tarafga ko'tarib, kishilar tarafiga bir o'qib, "Ey Alloh, guvoh bo'lgin" deb 3 qatim takrorladi. Rasulullohning Arafatdagi bu nutqini Rabiya ibn Umayya ibn Xalab kishilarga so'zma-so'z jakarlab, yuqori ovoz bilan yetkazib turadi. Rasululloh nutqdan farigʼ bo'lgandan keyin uningga Allohning mono oyati nozil bo'ldi. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'chqa go'shi, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga elinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ldirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ldirib yegan hayvonning go'shtini yeyish harom qilindi. Lekin yuqoridagi 5 turlik hayvondan jeni chiqmagan chaqda bo'g'izlig'ininglar halol bo'ladi hamda butlarga elib berilib, uning yanida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, ya'ni jaholiyat davrida pol uchun ishlatiladigan 3 parcha yog'och bilan pol selishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kafirlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishiga tanladim. Kimiki ochliqda ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa, gunoh bo'lmaydi. Alloh mag'firat qilg'uchidir, bandalariga nihoyat mehribondir. Qur'oni Karim Sura Maida 3-oyat. Bu oyatni anglab Umar ibn Xattob yig'lab ketdi. Uningga "Nimaga yig'laysan?" deyilgan edi. U har qanday ish takommullashsa, uningga nuqson agishidi dedi. Nutqdan keyin Bilal azon to'lidi va takbir aytdi. Shuning bilan Rasululloh odamlar bilan birga peshin namozini o'qidi. Orqadan Bilal yana takbir aytdi. Rasululloh o'rnidan turib asr namozini o'qidi. Bu ikki namozning o'rtasida boshqa namoz o'qimadi. Namozdan keyin tugisiga minib mavqafga keldi. Mavqaf hojilar Arafatda vuquf qiladigan joy. Va u yerda qavsani Quram toshlar ustiga cho'ktirdi. Piyodaliklar yo'lini oldida qoldirib, qiblaga qarab kun kirib ketganga qadar vuquf qilib turdi. Kunning shakli g'oyib bo'lib, seriqliq azroq yo'qolib edi. Osama ibn Zaydni keyniga mindirib Arafatdan qaytdi. Va xeyli bir chaq bo'lganda Muzdalifaga yetib kelib, u yerda namoz sham va xubtanni bir azon, bir takbir bilan ado qildi. Va bu ikki namoz oraliqida hech nima o'qimadi. Ondan yetib qoldi. Hatto tong otdi. Ondan o'rnidan turib, bomdod namozini tong ro'shan so'zilgandan keyin bir azon va ikki takbir bilan o'qidi. Ondan yana tugisiga mindi
va Mash'arul Haromga kelib, qibliga qarab duo qildi. Takbir aytdi. Talbiya va tahlil aytdi. Rasululloh mushu holatda turib, jahon xili obdan yurdi. Ondan kun chiqishning oldidaroq Muzdalifadan Minoga qarab yo'l oldi va Fazli ibn Abbosni keyniga mindirib oldi. U Batni Muhassar degan joyga kelganda ozroq tez mangdi. Ondan Jamratul Kubroga chiqadigan vodiyning o'ttirsidagi bir yo'lga agib mangdi va u yerdan udul cho'ng daraxt yenidagi Jamraga yetib bordi. U Jamratul Kubro bo'lib, shu chaqlarda uning yanida bir tup cho'ng daraxt bor edi. U Jamra Aqaba va Jamra Ula deb atiladi. Rasululloh bu jamraga 7 dona tosh otdi. U har bir toshni otganda takbir aytadi. Toshlar sapal parchalarga o'xshash bo'lib, uni Batni vodiydan elib olgan edi. Ondan manhar, ya'ni qurbonlik qiladigan joyga qaytdi va 63 tugini o'z qo'li bilan bo'g'izladi. Ondan pichoqni Ali ibn Abu Talibga bergan edi. Ondan u qolgan 37 tugini bo'g'izlab 100 qilibdi va uni, ya'ni Alini qurbonligiga sherik qildi. Ondan har bir tugidan ozroqdan go'sht akilib, qozonga silib pishirishga buyurdi. Go'sht pishivdi, ikkalan uning go'shidan yedi va sho'rpillaridan ichdi. Tamoqdan keyin Rasululloh tugisiga minib, Baytullohga qarab yo'l oldi. U Makkada peshin namozini o'qib, Abdulmuttalib jamoatining Zamzam quduqidan suv tortib, hojilarni sug'urayotgan yeriga bordi va "Tortinglar, Abdulmuttalib o'g'illari. Agar men boshqalarning hojilarni sug'urishini sizlardan tortib olishini qo'rqmasam edim, menmu albatta sizlar bilan birga suv tortgan bo'lardim" dedi. Ular Rasulullohga bir chelak suv tortib sunib bergan edi. Rasululloh uningdan ichdi. Nahri kuni, ya'ni Zulhajjining 10-kuni quyosh xili ko'tarilganda Rasululloh yana nutq so'zladi. U bir oq qechirga minib olgan edi. Ali butun ovozi bilan ko'pchilikka yetkazib turardi. Odamlarning ba'zisi o'ltiroqliq, ba'zisi o'ri turib anglayotdi. U nutqida oldingi kuni so'zlagan ba'zi mazmunlarni qayta takrorladi. Imom Muslim va Sahihul Buxoriyda Abi Bakratadan naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh bizga nahri kuni nutq so'zlab, Alloh osmon zaminni yaratgan kundan tortib, zamon o'z betishi davr qilmoqda. 1 yil 12 oy, uningdan 4 oy harom, ya'ni hurmatini buzish harom oylardir. 3 oy Zulqa'da, Zulhajja va Muharram bir-birining keynidan kelguchidir. 4-si Jumadiyal va Sha'ban o'ttirsidagi Muzarning Rajab oyidir, dedi. U yana bu qaysi oy deb so'radi. Biz Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. U sukutga cho'mdi. Biz Rasululloh bu oyni boshqa nom bilan ataydigan o'xshaydi deb o'yladik. U Zulhajja oyi emasmi dedi. Biz albatta shundoq dedik. Rasululloh yana bu qaysi shahar deb so'radi. Biz Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. Rasululloh sukutga cho'mdi. Hatto biz Rasulullohni bu shaharni boshqacha bir nom bilan ataydigan chig'i deb o'yladik. U bu ashu Makka shahri emasmi dedi. Biz albatta shundoq dedik. Rasululloh bu qaysi kun deb so'radi. Biz Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. U yana sukut qilib turdi. Hatto biz Rasululloh bu kunni boshqacha bir nom bilan ataydigan bo'ldi deb o'yladik. Rasululloh nahri kuni emasmi dedi. Biz albatta shundoq dedik. Rasululloh "Amsa sizlarning qonlaringlar, ya'ni o'zaro qon to'kib odam o'ltirishinglar, mollaringlarni nohaq yevelish va inovat obro'yinglar, ya'ni tuhmat va boshqa nachar usullar orqali o'zaro inovat obro'yinglarni to'kish sizlarga xuddi sizlarning mush kuninglar, mushi oy, mushi shaharlarda harom bo'lganidek haromdir" dedi. Sizlar pat yaqinda Parvardigoringlarga muloqot bo'lasizlar. U sizlarning nomi amallaringlardan so'raydi. Ogoh bo'linglarki, mendan qolganda bir-biringlarni qiradigan ozg'unlardan bo'lmanglar. Ey xaloyiq, ogoh turinglar. Men Allohning amrini yetkazdim-mi dedi. Ular "Ha" degan edi. Rasululloh "Ey Alloh, guvoh bo'lgin. Hozir bo'lganlar yo'qlarga yetkazsin. Yetkazganlarning ba'zisi hozir anglaganlardan bakrak asli tutishi mumkin" dedi. Yana bir rivoyatda Rasululloh ashu qatim qunutqida yana mundoq degan: "Ey xaloyiq, ogoh bo'linglar. Har kim o'z nafsiga jinoyat qilmasin. O'z farzandlariga jinoyat qilmasin. Farzandlar ota-onasiga jinoyat qilmasin. Hammanglarga ayon bo'lsinki, shayton sizlarning bu shaharinglarda ma'bud bo'lishdan abadiy umidini uzdi
Lekin u sizlarning amallaringlardan ba'zi bir kichik ishlarda sizlarni bo'ysundirmoqchi. U cho'qim shuningdan mamnun bo'ladi. Rasululloh tashriq, ya'ni Zulhajjining 11, 12 va 13 kunlari Minoda turib haj faoliyatlarini ado qildi. Shariat ahkomlarini ta'lim berdi. Allohga zikr aytdi, İbrahim alayhisalomdan qolgan hidoyat belgi yo'llarini asliga keltirdi. Sherikning ta'siri va uning nomi nishonlarini o'chirdi. U yana tashriq kunlarining bir kunida Minoda nutq so'zladi. Imom Abu Davud Sira binti Nabhondan naql keltirgan bir hadisda bizga Rasululloh Zirus kuni, ya'ni odamlar Minoga to'plangan kuni so'z qilib, bu tashriq kunining o'ttiri emasmi dedi. Uning shu kundagi nutqining mazmuni Nahri kunidagi nutqiga o'xshash edi. U bu nutqni Sura Nasr nozil bo'lgandan keyin so'zlagan deyilgan. Navarning, ya'ni haramga kirib tavob qilib qaytib chiqadigan kunning 2 kuni Zulhajjining 13 kuni Rasululloh Minodan qaytib kelib, Makka vodiysiga Bani Kanana manzili deb atalgan bir joyga tushdi. U bu kunning kechasini shu yerda o'tkazdi. Bu yerda peshin, asr, shom, xubtan namozlarini o'qidi. Xubtan namozidan keyin birdam uxladi. Ondan Baytullohga kirib, uningda vidolashish tavbini go'yo vidolashquchidek tavob qildi. Rasululloh haj faoliyatlarini oyoqlashtiribla Madina Munavvaraga qaytishga oldirdi. U rohat va orom olish uchun emas, balki Alloh yo'lidagi jafoliq kurashlarni qaytadan boshlash va jonlantirish uchun edi. Eng oxirgi qo'shin Rum doiralarining mug'ambar cho'ngchiligi shu darajaga berib yetdiki, ularning musulmonlarning yashash huquqiga mo chidag'us kelmaydigandek bo'lib qolishgan edi. Ular o'zlariga beqingan arablardan musulmon bo'lganlarni o'ldirishdi. Rum tarafdan Ma'on, ya'ni Shamdagi bir joy, Rum tarafdan Shamdagi Ma'onga vali bo'lgan Parva ibn Amri Juzamining darg'a isib o'ldirilishi buning tipik misoli edi. Rasululloh ularning bu xil mug'ambarligini va chekidan oshgan zo'ravonligini nazarda tutib, Hijriyaning 11-yili Safar oyida bir qo'shin tashkillashga kirishdi va bu qo'shinga Osama ibn Zaydni amir lashkar qilib tayinladi. Uni bu qo'shin bilan Falastinning Balqa va Darum chegaralariga hujum qilishga buyurdi. Buningdagi maqsad Rum tarafning xo'rikini jimiqtirib qo'yish bilan birga chegara bo'yidagi arablarning qalbiga islomga qarta ishonchisini asliga keltirish edi. Shunday qilganda kishilar Jirkov hukmronlik zavol topmaydi, islom diniga kirish o'z jiniga o'zi zomin bo'lganlik deb o'ylab qolmaydi. Ba'zilar bu qo'shinning qo'mondoni haqida yeshi kichik, tajribasiz deb gap topdi va uni yo'lga selishdan kechiktirdi. Shunga Rasululloh uning, ya'ni Osamaning qo'mondon bo'lishiga ta'ni qilishgan bo'lsanglar, buningdan burunmi uning otasining qo'mondon bo'lishiga shunday qilishgan edinglar. Alloh bilan qasamki, u cho'qim amirlikka loyiqdir. Uning otasi odamlar ichida menga eng suyimlik edi. Bumi uningdan qolsa menga eng suyimlikdir, dedi. Shuning bilan kishilar Osama atrofiga uyushib, uning qo'shiniga tizildi va Madinadan bir parsaq, ya'ni 6,124 kilometr yiroqlikdagi Jariyef degan joyga chiqib farmon kutib turdi. Biroq Rasulullohning kesali haqidagi qo'rqinchli xabar ularni kesal bir taraf bo'lg'ich ta'xir qilib turishga majburladi. Balkim Alloh bu qo'shinni Abu Bakrining xilofatida yo'lga silindigan tunji qo'shin bo'lishini iroda qilgan chig'i edi. Allohning dargohiga safar. Vidolashish bishoratlari. Da'vat ishlari takomillashib, vaziyatni islom hukmronligi to'liq egalladi. Bu dunyodan xo'shishi bishoratlari Rasulullohning chehridan xilpol ko'rinishga boshladi va uning ish harakat va so'z iboralarida oshkora ifodalandi. U oldingi yili Hijriyaning 10-yili Ramazonda 20 kun etikofda o'ltirdi. Ammo u buningdan ilgirki yillarda faqat 10 kunlik etikof qiladi. Bu qitimqi etikofda Jibril alayhisalom uningga Qur'onni 2 qatim dars muzokara qilib berdi. Buning oldida u har yili Ramazonda faqat bir qatim muzokara qilib beradi. U Hajjatul Vidoda musulmonlarga so'z qilganda, "Men bilmayman. Ehtimol men bu yildan keyin sizlar bilan bu yerda yuz ko'rishalmasligim mumkin" dedi. Yana Jamri Aqaba, ya'ni Minoda shaytonga tosh otadigan joyda, "Ey xaloyiq, mendan haj ibodatlaringlarni o'rganib olinglar. Ehtimol men bu yildan keyin haj qila olmasligim mumkin" dedi. Tashriq kunlarining o'ttirlarida Rasulullohga Sura Nasr nozil qilingan edi. Buningdan uning vidolashish, ya'ni bu jahondan xo'shlashish hajji ekanligi va Rasulullohga o'lim xabari yetkazilganligi ma'lum bo'ldi.
Hijriyening 11-yili Safar oyining ma'lum bir kuni Rasululloh Uhud tog'iga chiqdi va u yerda o'lik va tirik hammasi bilan xo'shlashadigandak shahidlarga duo qildi. Ondan qaytib kirib munbarda so'z qildi. U mundoq dedi: "Men sizlardan burunroq yetadigandak turman. Men sizlarga guvohchi bo'laman. Alloh bilan qasamki, men shu topda Havzi Kavsarni ko'rib turibman. Havzi Kavsar jannatda Rasulullohga iltifot qilinadigan tatliq suvliq ko'l. Manga yer zamin xazinalarining ochqichlari ato qilindi. Alloh bilan qasam, men sizlarning mendan keyin mushrik bo'lib eg'ib ketishinglardan qo'rqmayman. Biroq men sizlarning mol dunyo, boyliqlarga berilib ketishinglardan qo'rqaman." Yana bir kuni kechida tun nisbi bo'lganda Rasululloh Baqiyaga chiqib, ularga mag'firat tiladi. Baqiya Madinadagi cho'ng ham mashhur qabristonlik va "Assalomu alaykum ey maqraba ahli. Sizlarning ahvolinglar hayotlaringlarninkidan ko'p yaxshi. Fitna fasod tun qorong'usidek besib keldi. Bu fitna fasodlar bir-biridan yomondir" dedi. Ondan ularga bishorat bergandek, "Bizmi cho'qim sizlarga qo'shilamiz" dedi. Ushbu yo'lda qani aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun